Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uyidan chiquvchi kishining eshigi oldida ikkita bayroq bo'ladi. Bir bayroq farishtaning qo'lida bo'ladi. Yana bir bayroq shaytonning qo'lida bo'ladi. Agar Alloh taolo rozi bo'ladigan, yaxshi ko'radigan ish uchun yo'lga chiqsa, safarga chiqsa, farishta bayrog'i bilan unga ergashadi. U safarga borib kelguniga qadar farishtaning hamrohligida, farishtaning yalovbardorligida safarga borib keladi. Agar Alloh norozi bo'ladigan, Alloh g'azab qiladigan bir ish bilan safarga chiqsa, shayton bayrog'ini ko'tarib unga ergashadi. Toki u o'sha safarga borib kelguniga qadar shayton bilan birga borib keladi. Hatto uyga qaytguniga qadar shaytonning bayrog'ini ostida bo'ladi deb Imom Ahmad rivoyati bilan Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qilmoqda. Demak azizlar, bizni birinchi qiladigan ishimiz safarimizni ahamiyatini belgilab olishimiz kerak. Yo'lga safarga chiqyapmiz. Nima maqsadda chiqyapmiz? Gunoh qilish, birovni kasodga uchratish, zulm qilish, ma'siyatni iroda qilib chiqqan bo'lsa, u odamga shayton hamroh bo'ladi. Lekin yaxshilik, ezgulik, ziyorat, ko'mak berish, ziyorat qilish ma'nosida chiqadigan bo'lsa, mo'minga farishta hamroh bo'ladi.